Hamma raqsga tushsin. To'xtanglar. Ha, otaxon tinchlikmi? Navro'z bayramini nishonlayapsizlar. Yo'q bolam, menga subsidiya chiqdi. Chol. Ketdik. Stop. Otaxon. Ha, hop chiqibdi subsidiya. Endi subsidiyani nima qilmoqchisiz? Ash subsidiyaga mana Baxsiti domlardan olaman-da. Qizimga sovg'a qilaman bolam. Qizimga? Siz juda yaxshi taniyman otaxon. 4 ta o'g'lingiz bor. Qizingiz yo'q lekin. Yaqinroq kel. Kampir eshitmasin. Bu sevgan qizim. Chop. Mana hujjatlar tayyor bo'ldi. Rahmat, popsik. Voy, uy oldik, cholmaysanlarmi? Stop. To'xtang. Otaxon, sirazi ovordingiz-ku, uni sal tekshirmaydimi? Voy, Baxsitini bilmaysanmi? Yo'q. Baxsiti yopiq hududdagi shaharcha. 600 dan oshxonadan bor. Alohida 2 ta to'k liniya kelgan. Alohida 2 ta suv liniya kelgan. Alohida gaz kelgan. Kanalizatsiya bor. Xullas, yashashga tayyor joy masjid Baxsiti bo'ladi, bilib olgin. Va shuncha sharoitga chegirma ham bormi? Chegirma bor. Mana ayrim uylarning 5-etajiga 35 million chegirma bo'lyapti. Agar subsidiyang bo'lsa, 5-etajdan boshlang'ich to'lovi yo'q uylar bor. Qo'y. Boshlang'ich to'lovini to'lamaysan. Qilli katyali bor, oshxonada ko'ryapsanmi? Iqbol-aka, bu uylarni qanchaga oldingiz? Qara, 50 kvadratli uylar 380 milliondan, 60, 63, 65 kvadratli 420 milliondan. Agar shu uylarni birdaniga naqd pulga oladigan tanishing bo'lsa, chegirma ham qilib berishadi. Iqbol-aka, manzilini o'rtoqlarimga qanaqa qilib tushuntiraman? Manzili Andijon tumani, Baxtmisi. Libboy 394 Damas'dan qaytdi deb so'rasangiz, Baxsiti deb aytib beradi. Cholinglar bolalar. Baxtsiti uylardan oling va baxtli yashang.